Bo'ldi, shu bilan shou tugadi, hamma uyiga qaytsin. Albatta hazil endi boshlaymiz. Nasib bo'lsa, bu hozir ozgina nima deydi? Zavadat qildik sizlarni, ozgina kayfiyatlaringizni ozgina ko'tarib, hamma bir-birovlar tanishib olib, so'rashib olib bo'ldi hamma menimcha. Endi asosiy muhim nimani o'tamiz. Nima deydi? Etapiga, xudo xolasa ichkariga kiramiz endi, restoranning ichkariga. Shu darvozadan hamma kiradi. İchkarida davom ettiramiz. Ana shu yerda hamma ilm almashadigan juda katta yangiliklar, kimga bilmaydiganlarga yangi opit bo'ladi, tajriba, bilaydiganlarga nima deydi? Bilib aqldan xullas quvvat oladi degan maqolda nima bo'ladi shu yerda? Tajriba almashtiramiz. Inshaalloh shu bilan bu yerdan hamma ustalarimiz ichkariga kiramiz. İchkaridagilarga ham aytinglar, kirsizlar.